Imtihonlarga tayyorlanishimiz uchun universitetimizda trenajyor sayti yaratib, bizga sharoitlar qilib bergan. Oldin bu saytga kirib, любой payt tayyorlansa bo'lardi. Bu yildan kechki soat 6 dan ertalabki 8 gacha kirib tayyorlansa bo'ladigan qilib qo'yishibdi. Bu bitta tarafdan yaxshi, kun bo'yi test yodlab tayyorlanib, kechki payt bilimlarimizni sinash uchun shu trenajyorga kirib, qanchalik test yodlaganimizni ishlab bilib ko'rsak bo'ladi. Bu yil men universitet bitiraman, oxirgi imtihonim, ya'ni gost imtihonimni topshirib, yaxshi ball olib o'tishim kerak. Agar fail bo'lib o'ta olmasam, retik qilib berishmaydi, keyingi yilga qolib ketishim mumkin. Bilasizlar, men onlayn magazinim bor, mana yaqindan ochkilar olib kelib sochishni boshladim. Bitta kursdoshim ochkilaringni olib kelman, taqib tanlab ko'raman deydi. Ochkilarimiz rasam sifatli, arzon narxlarda. Kursdoshlarim bilan imtihonga tayyorlanish uchun bitta xonani kalitini olib turuvdi. Yetmaganiga kalit mani qo'limda edi. Bitta kalit tuxumni aylantiraman desam aylanmaydi, qotib qolgan, yana qaytib chiqaraman desam chiqmaydi deb ko'rsa, kalitni olgan kafedraga borib, mana shunaqa eshik ochilmayapti dedim. Bitta bola kelib ochib berdi. Eshikni ochish uchun eshikni ozgincha tepaga ko'tarib, keyin kalit bilan burasa ochilar. Agar yani bu bola bo'lmaganda biz вообще bu eshikni ocha olmas edik. Xonada imtihonga 1 soat tayyorlanib, keyin imtihon topshirishga chiqib ketdim. Meni imtihonim Azayni 4-etajda edi. Imtihon oladigan xonani videoga olish mumkin emas. Shuning uchun meni tashqari tarafdan sizlarga videoga olib, sirazi o'chirib, telefonimni topshirdim. Imtihonimni eson-omon topshirib olib, har doimgi qiladigan ishim testlarimni musorga tashlab yubordim. Yo'li menga kerak emas. Zo'rg'a talab ochgan xonamizning eshigini kalitini dekanatga topshirib, o'qishdan takoy spokойно chiqib ketdik. Men o'z planim bo'yicha to'g'ri uyga borishim kerak edi, lekin Xitoydan men tovarlarim kelgan ekan, sirazi ularni olishga bordim. Ko'p narsalarim keldimi deb o'ylab, ukamni ham chaqirib olgan edim. No narsalar o'ylaganimdan ham kam kelibdi. Meni eng yaxshi ko'rgan qisqichim shunaqa sifatli plus baquvvat qisqichlardan bittasi. Ancha shalevali qisqichlardan yaxshi ushlaydi sochinglarni. No narxi yaxshigina qimmat, shuning uchun sochishga uncha olib kelmaganman. O'zbekistonda vakuumlarni qarasa, Rossiya ham qimmat ekan. Eng kattasi undan ham qimmat. Xitoydan shunaqa 180 santimetrli vakuum zakaz qildim. Menga yaxshigina arzonga tushdi. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, donasini 50 mingdan zakaz qilib beraman. Keyingisi bizani bitta sportsmen klientimizga shunaqa sumka zakaz qilib berdim. Rosa ham sifatli, baquvvat keldi. Agar sizlarga ham shu sumkadan kerak bo'lsa, 250 mingga zakaz qilib beraman. Ukamni yaqin tug'ilgan kuni Rosa ham ochkili taqishga qiziqadi. Shuning uchun unga bitta seri, bitta qora ochki zakaz qilib berdim. Shunaqa gaplar. Всем пока-пока.